Bugun bizda Moliyoyar, buning uchun biza chef parvelli xizmatlardan foydalandik. Dasturxonni o'zingizlar ko'rib 5 dan 10 gacha baho beringlar. Bugun komandamiz bilan Tascooking uchun VIP xizmatimizni ko'rsatib beramiz. Bunaqa baxtli kunda oshxonada pipalanib yurgandan ko'ra, o'z ishini ustalariga topshirib qo'yganga nima etsa, bozordan mahsulotlarni chertib eng saralarini yig'ib kelganmiz. Bir pochka pul o'rniga bir dasta gul. Bunaqa dasturxonga обязательно chivoy guldan qo'yishimiz kerak-ku. Birinchisiga o'zimizning legendarniy super sarti. Qalay chiqdi, ranglari tindimi? Ikkinchisiga bo'lsa yumshoqqina pishgan steak. Bay, bu qaymoqli souslar bilan ketadi-yu. Ha, kenajon, endi boshingizni qotib yurmaysizlar. Hamma posudalar, idishtoqlar, stol ustulgacha biz organizatsiya qilib beramiz. Nodir aka, mana dasturxonimiz ham tayyor. O'zingiz necha baho qo'ygan bo'lardingiz? Mashalloh, albatta 10 baho qo'ygan bo'lardim. Menimcha kuzatuvchilar ham 10 baho qo'yishdi. Shunaqa chiroyli chiqqan, barakasini bersin. Mashalloh, qo'llaringizda dard ko'rmasin. Xudo xolasa to'y kuni ham albatta sizning xizmatingizdan foydalanamiz. Baraka. Niyat qilib qo'yganlar, bitta like bosib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa, shu kunlarda to'y qiladigan yaqin insonlarga tashlab qo'yinglar. Yaxshilikda ko'rishguncha.